Ilhom Allohonov asli Namangandan. Hozirda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya Ma'naviyat va ma'rifat markazi ashula va raqs ansamblining yakkaxon xonandasi sifatida faoliyat olib boradi. Ansambldagi faoliyatidan tashqari o'zi ham mualliflik qo'shiqlarini kuylab, xalqimizga taqdim etib kelmoqda. Sara o'g'lonlarning sardorlar jam, orom olmaydilar kechalari ham. Vatan xizmatiga tayyorlar har dam, bu mening armiyam, Milliy gvardiyam. O'ziga bolaligimda havas qilganman o'zim ham. Bu mas'uliyatni his qilaman ko'proq. Nafaqat harbiylarga, xalqimizga ham xizmat qilamiz, ansamblimiz. Chet eldan ko'p mehmonlar keladi, delegatsiya keladi, shularga xizmat qilamiz, kutib olamiz, kuzatib boramiz. Orkestr bor, studiya bor va nimadir sharoit kerak bo'lsa aytsak, qilib berishadi vaqt soatida, hamma joyida. Rahbarlarimiz baraka topishsin. Sharoit zo'r, Xudo xolasa buni oqlaymiz degan umiddamiz nasib bo'lsa. Ijodlarimiz bilan, mehnatimiz bilan xalqimizga astoydil xizmat qilish niyatimiz bor, Xudo xolasa. Yurt o'g'loni unutmang, vatan ulug'vor, kelajagi shonli u buyuk diyor, Milliy gvardiyam. Klassikalarni ko'proq eshitaman, keyin jahon estradasidan ko'pchilikni eshitaman. Endi bitta odamga bog'lanib qolmayman-da, hammalardan ozgina olib, qo'ldan kelgancha bir yangi ijod mahsullarni yaratib kelyapmiz. Ko'rmayin ham kuymayin, diydoringga to'ymayin, mayli ket. Ko'pchilik so'rayapti. O'zlari har kuni Instagramda yozishadi, biz haqimizda ham, stüardisalar haqida yoziladi, jurnalistlar haqida. Chunki yaxshi ko'raman jurnalistika sohasini. Qiyin, hurmat qilaman ham. Kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Shu o'rtalarimdan aylanib, asosan eng menga mazza qiladiganim ijodda baribir. Yaxshi hitlar yozish, Xudo xolasa, bu yoqqa astoydil kirishdik. Chiroyli qo'shiqlar bilan shu xalqimizni yuragida esida qolish. Ey nozlari tannoz, ey ko'zlari charoz, har kun qilib pardoz, kuydirasan boz. Parvonaginam ne bo'ldi deb xabar ol biroz.